odam insoniyatning mushu 21-asrdagi o'zgarishlariga beparvo qarab tura olmaydi. 21-asr azob ham tushkunlikka bor bo'lish va yo'q bo'lish, xushallik va ijodiyat ruhiga to'lgan asr. Mushu asr xalqning milliy ruhini, vijdonini, kayfiyatini belgilovchi obyektiv omil bo'lib qoldi. Har qanday xalq har qanday davrda ana til ma'rifiga hammadan bak ahamiyat bergan. Odamning dastlabki aqli va psixiklik taraqqiyotida ana tilning roli alayda bo'lib, dunyo olimlarining hammasi nurg'un faktlarga asoslangan holda keyingi bilishlarning hammasi ana tilni asos qilib rivojlanganligini e'tirof qildi. Biz ana tilga yuksak ahamiyat berganimizda Uyg'ur maktablarini saqlab qolalaymiz. Demak, Uyg'ur maktabi bo'lsa, Uyg'urni saqlab qolalaymiz. Avlodni saqlab qolalaymiz demakdir. Tildagi kamchilik, vijdondagi kamchilikning ifodalashidir. Chunki milliy ruh oldi bilan ana tilda alayda namoyon bo'ladi. Chunki inson ana til orqali o'zining kimligi, pokligini saqlab qolalaydi. Atamızning, ata-bovlarimizning farzandi bo'lmoqni izlasak, ana tilimizni qadrlashimiz, qo'g'dishimiz, himoya qilishimiz lozimdir. Uyg'ur tili hozirgi vaqtda shuningga muhtojdir. Shuning uchun bolalarimizni ana tilimizda o'qitayli, uylarimizda Uyg'urcha so'zlashayli aziz qarindoshlar. Biz o'zimizga ma'lum bo'lgandek Uyg'urmiz. Ammo biz javobni bugungi dunyodagi salohiyatimiz nuqtasidan izlab ko'rsak, beshimiz tushib ketishi turgan gap. Biz bugungi dunyodagi safarimiz to'g'riliq gap qilmayli, qo'yayli. Biz ko'pincha ajdodlarimiz dunyoga yaratgan buyuk madaniyat bilan maqtanamiz, maydimizga urimiz. Xolos, shundoq turg'liq oramizdagi ba'zi bir kishilarning ana tilga bo'lgan mas'uliyatligi va hurmati kundan kunga sustlashmoqda. Siz ana tilimizning saqligi va kelajak avlodga yetkazishda nimalarni qildingiz degan so'roqqa har bir ota-ona, har bir ustoz, har bir men Uyg'ur degan azimat millat avlod oldida cho'ng javobgarchilik bo'lishi kerak. Mashuni vijdon nomusimiz bilan to'g'ri tushunayli aziz xalqim, aziz Uyg'urlarim. Biz Qozog'istondagilar ana tilimizni, Uyg'urligimizni saqlab qilish mumkinchilik yaratilgan. Biroq ana tildagi maktablarda yildan-yilga bolalar ko'payishning o'rniga kemayib ketyapti. Eng muhimi bugungi kunda ko'p ish o'z qo'limizda yaratilgan. Mümkünçiliklerini to'liq foydalanishimizda tilimizni, madaniyatimizni birsi bir yoqdan kelib taraqqi qilib bermaydi. Bu ishga bütün jamoat, cho'ng kichik hammamiz kuch chiqarishimiz kerak. Ruhiy tushkunlik, umidsizlik, parvosizlik, vijdonsizlik, ko'z qarashlar bizni hech vaqtda olg'a bostirmaydi. Shuning uchun ana tilimizda bolalarimizni Uyg'urcha o'qitaylik. Ana tilini bilmagan odam suv ustidagi bir ko'rik, bir to'lqin ursa yo'q bo'ladi. Agar ana tilim yo'qlar bo'lsa, men bugun o'lishga tayyorman. Rasul G'amzatov. Yoshlar hayotning husni, ota-onaning baxti, oilaning xushallig'i, millatning umidi, kelajakning egisidir. Mashlarni biz saqlab qilishimiz kerak. Ko'p til bilgan sharaflik, ana tilni bilmagan xayrlik. Chingiz Aytmanov. Agar sen o'zingni odam desang, millatini, ana tilni bilmagan odamni odam qatorida ko'rma. Alisher Navoiy. Ata-ana bolani dunyoga keltirganligi uchun emas, uni adablik, axloqlik, vatan, millat, ana tilni, millatini, xalqini so'ydigan va shu qatorda voyaga yetkazib
tarbiyaligi uchun alqışqa sazavər bolalaydı. Milletning taqdiri ata-onalar qo'lida. O'zingning milliy ruhingni uyg'otish o'ng'ay, biroq xalqni, millatni uyg'otish o'ng'ay emaskan, ko'p emgak kerakkan. Hozir elimizdagi 9 milliondan ortiq manju millati ichida faqat Xiyunjiang o'lkasi Chichxardagi 3 Manjula kentidagi 100 ga yetmaydigan manju buvaylar manju tilini biladi. Agar ular olamdan o'tsa, manju tili butunlay yo'qoladi. Bu mana 300 yil Xitoylarga hukmronlik qilgan Xitoylarning ustidan buyruq yugazgan, ashlarning ustidan hukmronlik qilgan manjularning taqdiri. Xudoyim saqlasin bizning beshimizga mashtoq kunlarning kelishini. Shuning uchun qayerda biz Uyg'urlar yashamayli, qandaq sharoit yashamayli, birinchi o'ringa ana tilimizni qo'yayli. Balalarimizni, nevarlarimizni ana til bayada g'urur, vijdon, ruh, Uyg'ur hammasi bo'ladi. Tilni yo'qotib qo'yishdan Xudoyim saqlasin. Qozog'istondagi Uyg'urlar balalaringlarni Uyg'ur maktabga beringlar. Uyg'ur maktabda o'qitinglar. Ana tilimizni hurmat qilinglar. Uyg'ur gazetlariga yozinglar, Uyg'ur teatriga beringlar. Uyg'urliginglarni yo'qotmanglar. Bizda birdan-bir Qozoq yerida Qozoq hukumatı bizga bergan mumkinchiliklardan to'liq foydalanaylik aziz qarindoshlar.